Buni misol yana savol tug'ilishi mumkin. Buni sirasi bugunning o'zida chiroyli qilib texnika bilan tepalab, tepasiga qalin 25-30 sm atrofida. Agar kimdagi mana shunaqa holatda silyos bo'layotgan bo'lsa, olmaganlarini tavsiya qilaman, olmaslikni. Mana shu silyosni men qarang, kombaynsiz ko'p silyosni 500 so'mdan qopladimi, qoplamadimi? Bo'ladimi, bo'lmadimi? Ya bu 200 so'mdan ham bo'lmasa kerak, molni ichini shilib. Assalomu alaykum, Sementovuz kanalining hurmatli obunachilari. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikni boshlaymiz. Bugungi videoroligimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasidan bo'ladi. Videoni yoqsa like bosib, fonni chorva ishbozlariga padilsa qo'rasizlar. Bugungi sanamiz 23-iyun 2025-yil. Xudo xolasa mana silyos sezonlar boshlandi. Qadrli do'stlar, bu silyosimiz hali o'rish uchun, molligish uchun tayyor emas edi. Iloji yo'qligidan o'rilyapti. Buni nima sababdan o'rilyapti? Buni qanday foydasi, qanday ziyoni bor? Xudo xolasa videoni o'tkazmay ko'rib tursalaring, hammasini chiroyli qilib yoritib beramiz. Mollarga silyos qolmaganligini hisobiga o'rilyapti xolos bu. Bundag'ida o'zi o'rish uchun hali bir 25 bir oy, 25-30 kun bor. Hech qanaqangi sotasi ham yo'q. Prospektda ko'kmasda xolos. Qadrli do'stlar, silyosimiz hali tayyor emas. Prosta silyos sotgan emas. Agar kimdagi mana shunaqa holatda silyos bo'layotgan bo'lsa, olmaganlarini tavsiya qilaman, olmaslikni. Chunki buni misol na energiyasi bor, na misol kraxmali bor, na proteini bor. Umuman puliga arzimaydi bu holatdagi silyos. Hozir mana o'rtacha 5-600 so'm sotishyapti. Mana suvlar ham oqib ketyapti, ko'rsatayman. Chistlik kislotasi o'zi bu. Kislotasi juda ham yuqori. Agar mollarga berishda ozgina xatolik yo'l qo'yiladigan bo'lsa, bo'g'oz mollar bordirishi mumkin. Mollarda adrenalin ichib ketar. Shunaqangi nojo'ya harakatlar sezilishi mumkin. Buni misol silyosda haqiqiy qoidasida o'zi 65-70% quruq holatda bo'lish kerak. Keyin sotalari ham pishib, kraxmallari yaxshi pishgan holatda bo'lsa, keyin molga ozuqa bo'ladi. Bu nima u vaqtni urib o'ryapsizlar buni? Mollarga ham qolmadi aka. O't silyos qolmadimi? Gap yo'q. Somonni o'zi bilan bo'lmayapti. Somonni o'zi bilan, somon foydasi yo'q deng? Foydasi yo'q. Gap yo'q. Mana shu silyosni men qarang, kombaynsiz ko'p silyosni 500 so'mdan qopladimi, qoplamadimi? Bo'ladimi, bo'lmadimi? Ya bu 200 so'mdan ham bo'lmasa kerak, molni ichini shilib, O'tkazib yuboradi. chaylarni shilib, maniza boqib borsa kerak. Ha, gap yo'q. Kombaynchi akamiz ham ko'p narsadan xabar bor, haqsiz yuradi. Prosta iloji yo'qligidan berilyapti buni. Ko'ryapsizlar holatini. Imkon bo'ladigan bo'lsa, gap yo'q. Agar kimga mana shunaqangi kombayn xizmatlari zarur bo'lsa ham, Yaguardismi, Polissami, bunaqa kesakimi hammasidan bor. Tepaga chiqib, mana buni bitta. Prosta chiqargan videomiz kimgadir yoqmasligi mumkin. Ayniqsa bu silyos sotgan aka-ukalarga biz imkon boricha haqni manfaatini, haqni misol foydasini ko'zlab videorolik chiqaramiz. Bunda molga kerakli bo'lgan na protein bor, na kraxmal bor, na energiya bor. Bor, ma'lum miqdorda misol 1 kilo, xullas buni 3 kilo, 4 kilosi 1 kilo misol pishib yetilgan silyosni o'rnini bosadi. Keyin imkon bo'ladigan bo'lsa, buni noilojlikdan olinadigan bo'lsa ham kamida 25 kun, 30 kun saqlash kerak buni. Ana shunda keyin molga ozuqa bersa bo'ladigan darajaga yetib keladi. Bu ekilganiga taxminan 80 kun atrofida bo'lgan. 2 marta suv ichgan, 140 kunlik o'zimizni mahalliy urug' bo'lgan. Mana shunaqangi gaplar aka-ukalar. Qadrli do'stlar, mana shu holatda bosilyapti. Juda ham ko'kligini hisobiga suv chiqib ketadi. O'shaning uchun tagiga somonlar tashlab qo'ydik. Yana bir narsaga e'tibor berishlarini xohlar. Misol, asosan silyos pishgan mahalda bitta kamazga yoki bitta teleshkaga 5 tonna sig'adigan bo'lsa, bu holatda 6-7 tonna sig'adi. Massasi ham juda og'ir bo'ladi. O'shaning uchun tavsiya qilinmaydi bu holatda silyos olishni. Prosta bu video misol foydali bo'layotgan bo'lsa, do'stlaringiz padilsa qilib ogohlantirib qo'ysalar, men xursand bo'lardik. Molga berish jarayonida ham bir 20 kun saqlangandan keyin xo'p 30-35% quruq modda hisobini olib, ko'proq beda, ko'proq somon aralashtirib beriladi. Shtobi mollar oshqozonda kislotali muhiti buzilmasligini hisobiga. Xo'p.
yana bir narsa, buni mashq holatda tayini o'ziga qarab tashaladi somon, ichiga aralashtirilmaydi. Chunki ichiga aralashtirilganda somon misol o'zida havo olish xususiyatiga ega mog'orlab qolishi mumkin yoki bo'lmasam har xil bakteriyalar rivojlanib qolishi mumkin. Xo'p, buni misol nari yamada ham silioz bor ekan, 25-30% bundan 70-75% undan qilib berilar ekan. O'shani hisobiga ozgina kichkinaroq karta 1 gektarlik yer maydonligi uchun o'rib bosib qo'yilyapti. Xudo xolasa tavsiya qilaman, har doim chiroyli pishgan silioslarni yaguarda o'rilganini, doni pishganlarini olib berishlaringni. Chunki uni ham buni ham pulga olinadi, qadrli obunachilar. Buni misol yana savol tug'ilishi mumkin. Buni siraz bugunning o'zida chiroyli qilib texnika bilan tepalab, tepasiga qalin 25-30 sm atrofida turpoq bilan ko'mib yuboriladi. Uni misol 1 kun tursin, 2 kun tursin, gazi chiqadi degan narsalar umuman hech qanaqangi o'rinsiz gaplar. Mana yaqindan o'tib olmasa, hech qanaqa na dona bor, na anaqasi bor. Ko'kmik, karam salatni o'zi. Suv chiqib ketyapti. Bu voy, qo'lda qay holat. Suv chiqib ketdi. Orasiga beda yoki somon tavsiya qilinmaydi, faqat tagini o'ziga tashlalyapti. Suv baribir chiqib ketadi bu yerda. Quyoshdan ochilgan taqdirda ham quyosh nuri promo tushishini oldini olib, mana shunaqa narsalarga ham e'tibor berilsa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videoroliklarda silioz bosishlar mana endi tezorlab boshlandi. Qanday ekiladi? Ekishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Silioz olishda bizni kanalimizga obuna bo'lib kuzatib tursalaring, vobshe dahshat videoroliklar chiqaramiz. Inshaalloh, xudo xolasa hammaga misol yildan yilga O'zbekistonda chorvachilik rivojlanyapti. Biz ham o'zimizni qo'limizdan kelganicha o'z hissamizni qo'shishni boshlaymiz, xudo xolasa. Bundan oldin ham harakat qilganmiz, bundan keyin ham. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tib ketay. Bunaqangi siliozlarga ko'proq proteindan ko'ra kraxmalli bo'lgan ozuqalar, misol arpa, makka yormalaridan ko'proq miqdorda berish kerak. O'sha energiyaga bo'lgan hayvonni talabini qondirish uchun. Shu narsani qattiq iltimos qilib, agar kimda qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarimiz xudo xolasa somon haqida ikkinchi plus videomiz chiqaramiz. O'sha mol doktorlar haqida chiqargan videomiz ham ko'pchilik nimaga xalqda dardi, ichidagi dard deganda qasi ekan. Xudo xolasa keyingilarida ham shu kimi qanaqangi narsalar qiynayotgan bo'lsa, chorvachilikda yozurasizlar, qo'ldan kelgancha sizlar bilan o'sha dolzarb bo'lgan muammolarni yoritishda harakat qilaveramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, like'lar bosib tursalar, xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi inshaalloh. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar do'stlar. Aytgandek, Telegram kanalimiz bor. Kommentariyaga silkasini qo'yaman. O'tib bemalol obuna bo'lib, kimi qanaqangi sveji savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, chorvaga oid, misol yangi savollar tug'ilib qoladigan, siraz javob olish xohlasalaring, yozib qoldiraverasizlar. Aytdim, mutaxassislar bor. Mutaxassislar bilan birgalikda qo'ldan kelgancha javob berib o'tilaveradi. Xo'p, yana bir narsani aytish esdan chiqib qolibdi. Bunga обязательно bitta hayvon uchun 100 gram, 120 gram atrofida o'sha ozuqaviy soda, chayni soda deydi, shunaqadan berib borish tavsiya qilinadi. Chunki oshqozondagi kislotasi ko'payib ketadi bunda. O'shani pasaytirish maqsadida shunaqa bo'ladi. O'shanda atizon bo'lmaydi, molda misol ich ketar bo'lib, har xil stressga tushmaydi. Sog' bo'linglar do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.